Har qanday matbuot yoki PR xizmatida matn bilan ishlashda eng muhim 3 qoida. E'tiborni jalb qiladigan sarlavha. Press release yoki xabar sarlavhasi jurnalistni darhol qiziqtirishi kerak. Misol uchun, kompaniyamiz yangi innovatsion mahsulot yaratdi emas, balki dunyoda eng birinchi mana bunday innovatsion mahsulot yaratildi deya siz ishlab chiqargan mahsulot nomini qo'yishning o'zi kifoya. Ikkinchi qoida: qisqa va lo'nda matn. Xabarlarni qisqartiring. Eng muhim faktlar, raqamlar hamda voqealar birinchi o'ringa chiqsin. To'g'risini aytganda, bugun hech kim uzundan uzoq matn o'qishni yoqtirmaydi. Uchinchi qoida: to'g'ri vaqtni tanlang. Ya'ni siz chiqarayotgan xabarlaringiz barcha uchun ommabop vaqtda bo'lishi kerak. Ya'ni ertalabki soat 10:00 dan 12 gacha bo'lgan vaqtlar yoki kechki payt 20:00 dan 22:00 gacha bo'lgan vaqtlar yangiliklarni e'lon qilish uchun ideal hisoblanadi. Xo'sh, chiqargan ma'lumotlaringiz vaqtiga e'tibor berdingizmi?